Uydirilgan din va Qur'ondagi din. 19-bob. Qur'onda yeguliklar, mazhab va hadis dinida yeguliklar. Ushbu bobning mavzusi yeguliklar. Qur'ondagi din bilan mazhablar dini orasidagi ulkan farqni ko'rib chiqamiz. Qur'ondagi oyatlar yeyish harom bo'lgan yeguliklarni quyidagicha o'ta ochiq tarzda sanab beradi. Nahl surasi 115-oyat. U sizlarga faqat o'laksani, qonni, to'ng'iz go'shtini va Allohdan o'zgaga atab so'yilgan narsalarni harom qildi. Endi kimki zolim va haddan oshguvchi bo'lmagan holda nochor vaziyatda qolsa, albatta Alloh mag'firat qiluvchi, rahimlidir. An'om surasi 145-oyat. Ayt: menga vahiy qilingan Qur'onda yeydigan kishi uchun harom qilingan narsalarni ko'paytirmayapman, magar o'laksa, yo qon, yoki to'ng'iz go'shti bo'lsa, yoki Allohdan o'zgaga atalgan fosiqlik bo'lsa, bas u albatta haromdir. Kim zolim va tajovuzkor bo'lmagan holda muztar, nochor bo'lib qolsa, bas Robbing mag'firatli va mehribondir. Midya va qisqichbaqaning harom qilinishi. Oyatlardan ko'rganimizdek, Qur'on o'laksa, qon, to'ng'iz go'shti yoki Allohdan o'zgaga atalgan haromlarni 4 moddada to'plagan va faqat shular harom ekanini ham urg'ulagan. O'ta qiyin holatda qolib, bu 4dan birortasidan tashqari hech bir yegulik topolmagan kishi haddidan oshmaslik sharti bilan bulardan yeyishi mumkinligini ham alohida belgilagan. Atrofimizdagi insonlardan so'rab bir tekshirib ko'rsak, bunday bir zarurat holatida qolgan 100 kishidan 1 kishini ham topish mumkin. U ham ehtimol umrida bir marta bu ahvolda qolgandir. Ya'ni Qur'on masalani eng mufassal ochiqlab qo'ygan. Biroq shunga qaramasdan mazhablar Qur'onda bo'lmagan haromlarni bu masalada ham dinga ilova qilganini ko'ramiz. Masalan, bizlarda eng yoyg'in bo'lgan Hanafiylik mazhabida midya va qisqichbaqa yeyish harom. Afsuski, ko'p kishilar bu fatvoni dinning hukmi gumon etadi va Allohning bu ne'matlarini o'zlariga harom deb sanaydi. Mazhablar harom bo'lgan yeguliklar borasida Qur'on bilan ixtilofga tushadi. O'z oralarida ham chalkashga tushadi. Masalan, Maliki mazhabi Hanafiy mazhabining harom qilgani midya va qisqichbaqani halol sanaydi. Maliki mazhabida harom deyilgan yilqi go'shti Shofiy va Hanbali mazhablarda halol. Mazhablarning ilova haromlari bular bilan tugamaydi. Oziq tishlari bilan ovlaydigan va parchalaydigan bo'ri, ayiq, it va tulki ham bu haromlar ro'yxatiga kiritilgan. Tirnoqlari bilan ovlaydigan qushlarning go'shti ham mazhablar tarafidan harom etilgan. Ilon, qurbaqa, toshbaqa va dengiz hayvonlarining barchasi, birgina baliq mustasno, ushbu ro'yxatga kiritilgan. Qur'onning haromlarini yetarli ko'rmaganlar o'z urf-odatlarida nimani xush ko'rmasa, uydirma hadislar bilan qo'llab-quvvatlab harom qilavergan. Vaholanki farqli madaniyatlarda insonlarning taom menyusi ham farqli bo'ladi. Masalan, qurbaqa go'shti va yilqi go'shti ba'zi xalqlarda hech yeyilmaydi. Ba'zi o'lkalarda bular nihoyatda qiymatli yeguliklar sinfiga kiradi. Ko'pgina madaniyatlarda ayiq, arslon, bo'ri kabi vahshiy hayvonlarni yeyish odatiy hol bo'lishi mumkin. O'z madaniyatiga ko'ra din yasovchilar din yetib borgan farqli madaniyatlarga ushbu ma'nosiz va keraksiz ilovalarni keraksiz qiyinchiliklari bilan birga yetkazishgan. Masalan, Turkiya kabi 3 tarafi dengiz bilan o'ralgan bir o'lkada midya va qisqichbaqa kabi ko'plab dengiz hayvonlarini harom qilish din nomidan insonlarga ko'plab mashaqqatlar tug'diradi. Oyatlarda 1% ham oz ehtimolda duch kelinadigan holatlarni ochiqlagan Alloh 100 millionlab insonning duch keladigani midya va qisqichbaqa kabi yeguliklarni agar harom bo'lganida ochiqlamasligi hech mumkinmi? Modomiki ochiqlanmagan ekan, demak Alloh bularni harom qilishni istamagan. Alloh harom qilmagan har qanday narsa halol ekaniga binoan bular bemalol yeyilishi mumkin. An'om surasi 140-oyat. Alloh bergan rizqni harom qilib olgan kimsalar o'zlariga ziyon qildilar, aniq adashdilar va to'g'ri yo'lga yurmadilar. Yunus surasi 59-oyat. Aytingchi, Alloh sizlar uchun nozil qilgan rizqdan o'zingizcha halol harom qilib oldingiz. Ayt, sizlarga Alloh izn berdimi yoki Alloh sha'niga bo'xton qilyapsizmi? Oyatlarda ko'rganimizdek, ortig'i bilan haromlar urishib,
midya, qisqichbaqa, ot go'shtiga harom deyish dinda olimlik yoki taqvo degani emas. Aksincha, Allohning harom qilmaganiga harom deyish Allohga qarshi bo'xton, dinga qarshi xiyonat, ommalarning dindan bezishiga sababchi bo'lish demakdir. Moida surasida 87-oyatda shunday deyiladi: Ey iymon keltirganlar, Alloh sizlar uchun halol qilgan pokiza narsalarni harom demanglar va haddingizdan oshmanglar. Albatta Alloh haddidan oshuvchi kimsalarni sevmas. Oyatda Alloh halol qilgan pokiza narsalarni harom qilmaslik buyuriladi. Bunday qilish haddidan oshish sifatida baholanadi. Oyatning ey iymon keltirganlar deya boshlanishi bu oyatda belgilangan hadlarni oshishni men musulmonman deganlar tarafidan ham sodir etilishi mumkinligini ko'rsatadi. Demakki, nima bo'pti, yana bitta midya, qisqichbaqa ham harom bo'la qolsin deya olmaymiz. Din nomidan dinga mashaqqat ilova etish haddidan oshishdir, adashuvdir. Allohning amrlariga qarshi chiqish demakdir. 3 barmoqlab osh yeyish uchun payg'ambar yuboriladimi? Oldingi bo'limlarda yeguliklar masalasida dinga ilova qilingan qo'shtiroq ichidagi haromlarni ko'rib chiqdik. Ularning yonida taom yeyishdagi odoblardan tortib, taom menyulariga qadar sunnat nomli yuzlab rusumlar ham dinlashtirilgan. Vaholanki Qur'onda aytilmagan biror narsaga xoh sunnat, xoh boshqa nom bilan bo'lsin, hech qanday diniy sifat yuklashga uzr yo'q. Sunnat nomli uydirma ilovalarga ko'ra taom yeyishda quyidagi xususlarga e'tibor berish lozim. Taomni yerga yozilgan dasturxonda yeyish kerak. Xoh palov, xoh go'sht, barcha taomlar 3 barmoqla yeyilishi kerak. Vilka va qoshiq ishlatish sunnatda yo'q. Yer dasturxonida o'ng oyoq tikka, chap oyoq bukilib ustiga o'tirib yeyilishi kerak. O'ng qo'lda yeyish o'ta muhim. Chap qo'lda yeyish shaytonni yeyishi deb ishoniladi. Tovuq, qo'y yo mol go'shti, qovoq, baqlajon kabi yeguliklar sunnat sanaladi. Payg'ambar yashagan davrda Amerika qit'asi kashf etilmagani uchun kartoshka, pomidor yoki jo'xorilar sunnatga xilof yeguliklar hisoblanadi. Ya'ni qovoq yesang savob olasan, ayni ziyofatda kartoshka yeb qo'ygan bo'lsang, bu savobdan mahrum qolasan. Suvni 3 yutumda ichish, taomni 21 luqmada tugatish kabi raqamlar ham muhim. Suvni 4 yutumda ichishni istaganlar bu mantiqqa ko'ra savobni umid qilmasa ham bo'ladi. Taomni o'rtadagi bir idishdan yeyish ham sunnat deyiladi. Nur surasi 65-oyatda to'planib yoki ayri taomlanishda hech qanday muammo yo'qligi aytilgan, ammo mazhab dinida savoblar aynan to'planib yeyishga va o'rtadagi idishdan yeyishga beriladi. Xususan Ramazonda taom yeyishni zaytun yoki xurmo bilan boshlash savob degan yoyg'in e'tiqod shakllantirilgan. Bu e'tiqodga ko'ra pishloq yoki sho'rva bilan ro'zasini ochgan, zaytun yo xurmo bilan ochganchalik savob ololmaydi. Taomni tugatib 3 barmog'ini yalash va qanday tartibda yalash kerakligi ham mazhabchi sunnat ta'limotida aniq-tiniq aytib qo'yilgan. Taom yeganda e'tibor berilishi kerak bo'lgan xususlarning ro'yxatini yana uzoq davom ettirish mumkin. Qur'onni yetarli ko'rmaslik oqibatida dinni son-sanoqsiz mayda ikir-chikirlarga bo'g'ib qo'yishgan. Ko'rib turganingizdek, dinini Qur'ondan o'rgangan musulmon bilan mazhablardan o'rgangan musulmon orasidagi farq hatto dasturxon atrofida ham o'zini ko'rsatadi. Qur'on musulmoniga ko'ra 4 ta harom yegulik bor xolos. Mazhablar diniga ko'ra esa bir necha o'nlab harom yegulik bor va har mazhabda bu haromlar farqli. Dinini Qur'ondan o'rgangan musulmonga ko'ra yegulikdagi asosiy talab uni haromdan bo'lmasligi, rizqni bergan Alloh ekanini bilish va buning uchun Allohga shukr etishdir. Dinini Qur'ondan o'rgangan musulmonga ko'ra yegulikdagi sunnat deya uqtirilgan rusumlarning rivoyat va mazhab dinidagi harom yeguliklarning Qur'ondagi dinga hech qanday aloqasi yo'q. Arablarning urf-odatlaridagi bu yeyish tarzlari payg'ambarning ham, u yashagan davrdagi mushriklarning ham bir xil yeyish tarzi bo'lishi mumkin. Taomni vilka, qoshiq yoki qo'l bilan yeyish Allohga yaqinlikni yoki taqvoni emas, balki mahalliy urf va odatlarni bildiradi xolos.
Qur'ondagi islom o'rniga arabcha, mazhabchi islomni tanlaganlar arablarning ichida mo'mini-yu kofiri bilan qo'shib barchasining urf odati bo'lgan yeyish tarzlarini, hatto taomlar menyusini ham sunnat nomi ostida insonlarga ushlatishgan. Afsuski bu aldovlarga shunchalik ishonilganki, ba'zi turkiylar, afg'oniylar, eroniylar ham bu urflarni din sanab arablardan-da ko'proq arabchi bo'lishgan va o'zlarini go'yo sunnatga amal qilayotgandek, ulkan savoblar olayotgandek tasavvur etib kelishgan.